alaykum akalar. Bizga Jetower X70 Plus avtomobili kelgan. Bu avtomobilda bo'layotgan turgan muammo, mashina ertalab yurganda qaltirayapti ekan. Detonatsiya bilan ishlab, rullar qaltirab ketyapti ekan. Buni muammosini hozir ko'rdik. Akalar, bu Jetower avtomobili o'zida filtrni qaranglar. Ana qaranglar. Zaslonkalar to'lib ketgan birinchi o'rinda. Ikki switchlari ham achinarli holatga kelgan. Switchlarni ham boshqa qo'yamiz. Yaponskiy enjigan switchlarni, keyin injektorlarni ham ko'rib beramiz. Chiska tozalab, injektorlari ham o'ta achinarli holatda. Xohlasa, mashinani cho'tkilab, ideal qilib beramiz. Akalar, xohlasa Jetower avtomobilining injektorlari tayyor. Holatlarni ko'rishlari mumkin. Tiniq qilib qo'ydik. Switchlari yangi switcha, ikki zaslonkalarni ham tozalab qo'yganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda nomerlar qoldiramiz.